Yuta shtatining muhim delegatsiyasini, xususan LDS Iso Masih oxirgi zamon avliyolari cherkovi oqsoqoli David Berntondan iborat ishbilarmonlar guruhini qabul qildi. O'sha kuni prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva ham ushbu delegatsiya bilan uchrashib, O'zbekiston-AQSh munosabatlarida yangi bosqich boshlanganini qayd etdi. Joriy yil 6-noyabr kuni AQShda o'tgan S5+1 sammitidan keyin AQSh rasmiylari va kompaniyalarining yurtimizga tashriflari soni keskin ortdi. 12-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari Yuta shtatining muhim delegatsiyasini, xususan LDS Iso Masih oxirgi zamon avliyolari cherkovi oqsoqoli David Bernard va Sterling xalqaro xayriya fondi raisi Miles Hansondan iborat ishbilarmonlar guruhini qabul qildi. O'sha kuni prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva ham ushbu delegatsiya bilan uchrashib, O'zbekiston-AQSh munosabatlarida yangi bosqich boshlanganini qayd etdi. Uchrashuvda innovatsiyalar, tog' sanoati, xotin-qizlar tadbirkorligi, inklyuziv ta'lim, sog'liqni saqlash, suv ta'minoti va sanitariya sohalarida qo'shma loyihalar salohiyati muhokama qilindi. Ushbu xabarning eng e'tiborli jihati aynan Mormonlar cherkovi vakilining ishtirokidir. LDS, ya'ni Mormonlar cherkovi bu AQShda vujudga kelgan, butun dunyoda 17 milliondan ortiq a'zoga ega bo'lgan katta moliyaviy va mafkuraviy salohiyatga ega tashkilotdir. Ularning asosiy e'tiqodi muqaddas kitob Bibliya bilan birga Mormon kitobiga ham asoslanadi. Oilaviy qadriyatlar va missionerlik ishlariga katta e'tibor qaratiladi. LDS cherkovining AQSh uchun ahamiyati nafaqat diniy, balki strategik, diplomatik va razvedka nuqtai nazaridan ham juda kattadir. Har yili 400 dan ortiq tillarda xizmat qiluvchi 65 mingdan ortiq missionerlar noyob va strategik tillarni, jumladan turkiy tillarni mukammal o'rganadi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi va Milliy xavfsizlik agentligi xodimlarini yollashda sobiq Mormon missionerlariga ustunlik beradi. Chunki ular yuqori ishonchlilikka ega va madaniyatni chuqur biladi. AQShning sobiq davlat kotibi Madeleine Albright ham buni ochiq tan olib, men ularga hamisha havas qilganman. Chunki ular til bilish va dunyoni tushunish qobiliyatini oladilar. Bizning davlat departamentimiz ham, razvedka ham bundan juda katta foyda ko'radi, degan edi. Kichik John Huntsman va Mitt Romney kabi LDS a'zolari AQSh hukumatida yuqori lavozimlarda ishlashadi. Bundan tashqari, LDS cherkovi ko'p milliard dollarlik moliyaviy zaxiraga ega bo'lib, uning xayriya bo'limi 100 millionlab dollarlik gumanitar yordamni beg'araz tarqatish orqali AQShning xalqaro obro'si va ta'sir doirasini oshishiga xizmat qiladi. Demak, AQShning Yuta shtati delegatsiyasining tashrifi oddiy savdo tashrifi emas, balki AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan ko'p tarmoqli ta'sir o'tkazish strategiyasining bir qismidir. LDS cherkovi AQSh uchun strategik yumshoq kuch instrumenti bo'lib, uning gumanitar fondlari va ta'lim dasturlari rasmiy aloqalardan ko'ra chuqurroq va ishonchliroq madaniy ta'sir o'tkazish imkoniyatini beradi. Raqamlashtirish, ta'lim, sog'liqni saqlash va suv ta'minoti kabi nozik ijtimoiy sohalarga kirib borish orqali AQSh o'z qadriyatlarini, ta'lim standartlarini va axborot ta'sirini kengaytirishni rejalashtiradi. Bu kelajakdagi o'zbek elitasini g'arbga moyil qilib shakllantirishga xizmat qiladi. Tog' sanoati va yuqori texnologiyali sohalardagi hamkorlik esa AQSh kapitalining manfaatini ta'minlash, Rossiya-Xitoy ta'sirini kamaytirish va texnologik standartlarni AQShga moslashtirish orqali iqtisodiy nazoratni kuchaytirishga qaratilgan. Eng muhimi va xatarlisi shundaki, Amerikadek mustamlakachi mafkuraviy davlat o'z strategik manfaatlarini faqat investitsiya orqali emas, madaniyat va qadriyatlar orqali ham mustahkamlashga harakat qiladi. Cherkovning faoliyati Amerikacha turmush tarzi va individualizm, sekulyar erkinliklar hamda iste'molchilik kabi g'arb demokratik qadriyatlarini targ'ib qiladi. Bundan asosiy maqsad musulmon xalqlariga g'arbning buzuq turmush tarzi va iste'mol madaniyatini singdirishdir. Shuningdek, gumanitar yordam va ta'lim niqobi ostida kirib borish orqali ularning xorijiy madaniyat va g'oyalariga nisbatan islomiy e'tiqodiy immunitetni pasaytirish ko'zlanadi. Buning natijasida jamiyatda buzuqlik, firibgarlik, ichkilikbozlik kabi illatlar
oddiy holga aylanishi tabiiy. Ha, bugun musulmonlar nafaqat o'z yurtlarining boyliklaridan ayrilmoqdalar, balki kofirlar ularning e'tiqodlari bo'lgan islomdan uzoqlashtirish siyosatini ham keng olib borishmoqda. Bunda islom yurtlarida o'rnashib olgan, o'z taxtlaridan boshqa g'ami bo'lmagan malay rejimlar kofirlarning ishongan yordamchi rolini bajarmoqdalar. Bugun musulmon xalqimiz hushyorlikni oshirishi kerak bo'lgan juda nozik davrda yashamoqda. Amerika va boshqa mustamlakachi davlatlar qo'lida o'yinchoq bo'lish va ularning mana bunday hujumlarga qarshi turish faqat islomga tayanish va uni mahkam ushlash yagona najot yo'lidir. Dushmanlarimizga beriladigan eng yaxshi javob esa xalifalik davlatini tiklashdir. Bu muborak davlatimiz islom tuzumini to'liq tatbiq qiladi. Buning natijasida musulmonlarning e'tiqodi, sog'lom hayot tarzi va yurt boyliklari to'liq himoya qilinadi hamda islom ummati manfaatlari uchun sarf qilinadi, inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Imom xalifa qalqondir. Uning ortida turib jang qilinadi va u bilan himoyalaniladi."